Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. Andijon viloyati telekanalida dolzarb mavzu ko'rsatuvining navbatdagi soni efirda. O'zbekiston buyuk yo'lga chiqdi va bu yo'lda nafaqat mamlakatning manfaatlari, balki xalq manfaatlari eng ustuvor yo'nalishlar qatorida. Qolaversa, davlatlar bilan aloqalarni mustahkamlash, umuman olganda iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy, ta'lim, sport barcha yo'nalishlarda aloqalarni yaxshilash masalalari e'tibor markazida. Bugun kuni kecha nafaqat mamlakatimizda, balki 3 mamlakat O'zbekiston, Qirg'iziston va Tojikiston mamlakatlari uchun manfaatli bo'lgan uchrashuv haqida suhbatlashmoqchimiz va ko'rsatuvimizda gaplashish uchun, tahlillarga yondashish uchun tarixshunos olimlar hamda Andijon davlat pedagogika institutining professorlarini taklif etganmiz. Assalomu alaykum, dasturimizda xush ko'rdik. Assalomu alaykum. Kuni kecha 3 tomonlama sammit o'tkazildi Xo'jandda, ya'ni O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikiston davlatlarining eng oliy yetakchilari o'sha xalq manfaati, o'zaro uchala mamlakat o'rtasidagi munosabatlarni yaxshilash uchun suhbatlar olib borishdi. Umuman olganda, mana shu sammitning tarixiy voqeiligi nimada? Va xalq manfaati uchun har uchala mamlakatning xalqi uchun manfaatli taraflari qaysi tomonlarda ko'rishimiz kerak? Bu nafaqat 3 davlat orqali, balki butun mintaqa uchun, Markaziy Osiyo mintaqasi uchun o'ta muhim bo'lgan bu uchrashuv bo'ldi. Bu formatdagi uchrashuv tarixda bo'lmagan. Chunki mana qariyb 30 yildan oshiq vaqt mobaynida barcha mana shu O'zbekiston ham, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham mustaqillikka erishgandan keyin albatta xalqaro maydonda manfaatlar mushtarakligi, bir-birini qo'llab-quvvatlash bo'ldi, lekin baribir chegaralar masalasida uni oxiriga yetmaganligi, bu sobiq Sovet tuzumidan qolgan bu salbiy meros baribir munosabatlarga salbiy ta'sirini o'tkazib kelayotgan holatlar bor edi va shunga barham berildi. Va juda katta bu tarixiy ahamiyatga ega. Tarixan bizni taqdirimiz bir, tilimiz, dinimiz, mozorimiz, bozorimiz bir bo'lgan xalqlarning rahbarlari endi huquqiy makonda barcha ziddiyatlarga barham berildi. Mana shu 3 ta davlatning rahbarlarini uchrashuvida tashabbuskori biz davlatimiz rahbari bo'ldi. Chunki keyingi yillarda olib borayotgan mana shu qo'shni davlatlar bilan olib borayotgan do'stona hamjihatlikka asoslangan siyosatni butun Markaziy Osiyo mintaqasidagi davlatlarni yaqinlashuvini, do'stlashuvini, muayyan ziddiyatlarni oldini olishni yechimlarini topib berdi. Kuchli siyosiy iroda kerak bo'ldi. Albatta eng kuchli siyosiy iroda va buni oldindan ko'ra bilish va mana shu xalqlarning taqdirini, kelajagiga bo'lgan g'amxo'rlik va birinchi navbatda bu yerda O'zbekistonni va O'zbekiston manfaati nuqtai nazaridan kelib chiqib yondashganligi yorqin misol bo'ladi. Qanchaki biz qo'shni davlatlar bilan hamkorlik amalga oshiradigan bo'lsak, bu taraqqiyotimizni asoslarini belgilaydi va Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi mana shu do'stona munosabatlarning rivojlanishi global miqyosda ham Markaziy Osiyo davlatlariga, xususan O'zbekistonga bo'lgan jozibadorlikni oshirdi. Bu mana shu investitsiyalarning kelib kelishi bilan bog'liq. Mana katta xalqaro sammitlarda bevosita O'zbekistonda o'tishiga katta ishonch bildirilayotganligi ana shu siyosatni tan olinishi, e'tirofi deb bilamiz. Haqiqatan ham bugungi suhbatimiz juda dolzarb mavzuga bag'ishlangan. Men bir jihatda to'xtalmoqchi edimki, kuni kecha mana 19-mart kuni muhtaram prezidentimizni alohida farmoni va qarori chiqdi. U farmonni vazifasi umummilliy totuvlikni ta'minlash va vatandoshlar bilan aloqalarni mustahkamlashga qaratilgan farmon bo'ldi. Bu farmon ham muhim farmon bo'ldi va ana shu farmonni nazarimda ijrosini biz namoyon ko'ribmiz. Nafaqat mamlakatimiz miqyosida, uni xalqaro miqyosda, mintaqa miqyosida ko'rib turganligimizni ko'rishimiz. Biz bilamizki, azaliy qadriyat bor. Biz xalqimizga millatlararo totuvlik, bu azaliy qadriyat, umumiy insoniy qadriyatga aylangan. Ana shu qadriyatni bizni millatlarimiz, xalqlarimiz, qo'shni mamlakatlar hammasi qadrlab kelgan. Endi bugungi globallashuv sharoitida ichki va tahdidlar borligi bu tabiiy. Ana shu tahdidlardan himoya qilish uchun avvalambor
mamlakatimizni mustahkamlash uchun, yangi O'zbekistonni yaratish uchun albatta mana shu O'zbekistonda yashayotgan 130 dan ortiq millat vakillari, 16 xil konfessiyaga mansub fuqarolar istiqomat qilar ekan, birinchi navbatda ularning totuvligi kerak, bag'rikengligi, do'stligi kerak. Ana shu o'ylaymanki, bu zamin bo'ladi. Ana shu nuqtai nazardan farmonda jihatlari birinchisi mamlakatimizdagi xalqlarimizni o'zaro totuvligi, birdamligi, do'stligi bo'lsa, bag'rikengligi, ikkinchisi xorijda ishlayotgan, o'qiyotgan iqtidorli yoshlarimiz bor, ishoning. Ana shu yoshlarimizni bilan aloqani mustahkamlash. Sababi ular bilan aloqani mustahkamlab, ularning bilimlarini, g'oyalarini, harakatlarini yangi O'zbekistonda taraqqiyotiga yo'naltirish. Bu juda muhim vazifa. Buning uchun mamlakatimizda mexanizm yaratildi, farmon bilan qayta takomillashtirildi. Hozir respublika, viloyat, shahar, tumanlarda jamoatchilik kengashlari tuzildi. Ularning vazifasi yurtimizdagi har bir millat vakilini bitta yaqindan bosh chiqarish va birdamlik bilan yangi O'zbekistonni qurish. O'ylaymanki, mana shu O'zbekiston mening vatanim, O'zbekiston barchamizniki degan g'oyalar asosida mana shu farmon qaror o'zini natijasini beradi. Ana shuning natijasidan rivojlangan holda mana bu mamlakat o'zaro mamlakatlararo tadbirlar bo'lyapti deb o'ylayman. Buni qo'shishni men lozim deb bilardim. Bir vaqtlar o'sha qo'shni ikki mamlakat bo'la turib, chegaralari bir-biriga yopilgan davrlar ham bo'lgan. Darvozasi berk bo'lgan sharoitda faqatgina o'sha qarindoshlik emas, balki vaqti kelganda ona farzandini yoki ota qizini ko'ra olmagan davrlar ham bo'lganda, bir-birini o'sha marosimlariga, to'y va tantanalariga yoki azalariga ham kela olmagan paytlari bo'lganda, chunki darvozalar berk bo'lgan, o'tish imkoniyati yo'q. Lekin bu sharoit bugun butunlay o'zgardi. O'sha yangi O'zbekiston muhitida hamma bilan barobariga munosabatlar tenglashdi. Umuman olganda, ayniqsa qo'shni mamlakatlar o'rtasidagi yopiq turgan qulflar ochildi. Bu xalqlar o'rtasidagi ziddiyatlarni, o'sha kelib chiqmasligi, xalqlar o'rtasidagi tinchlikni, totuvlikni muhofaza qilishdagi qanchalik ahamiyatli qaror bo'lgan. Tarixshunos olim sifatida bunga qanday baho berasiz? Tarixan olib qaraydigan bo'lsak, mana shu Markaziy Osiyo mintaqasi, xususan O'zbekiston territoriyasi ham eng rivojlangan Renessans davrlari bu Buyuk Ipak yo'li davriga to'g'ri keladi. O'sha savdo sanoat sotiqni rivojlanganligi, savdo chorrahasida joylashganligimiz, madaniy aloqalarda rivojlanganligi, hammasi bu mintaqamizning rivojlanishiga zamin bo'lib hozirlagan va qachonki ana shu Buyuk Ipak yo'li Markaziy Osiyodagi o'zini mavqeini yo'qotgandan keyin ana shu bizning tanazzulimiz boshlangan, ana shu o'zaro ziddiyatlar kuchayib borgan jarayon hisoblanadi. Bu chegaralar yopilishi har bir davlatning rivojlanishiga salbiy ta'sir ko'rsatadigan omil hisoblanadi. Endi mana shu mustaqillikka erishgan dastlabki yillarimizda, mana shu sobiq Sovet ittifoqi parchalangandan keyingi davrlarda yagona bo'lgan makonda endi turli siyosiy kuchlarni o'zini tor manfaatlari doirasida siyosat yuritishi orqali yoki bo'lmasa tashqi kuchlar ham xuddi shu bizni birlashib ketishimizga albatta birlashishimizdan manfaatdor bo'lmagan kuchlarni ham ta'siri bo'lib turdi. Bu muayyan mana shu ziddiyatlarni keltirib chiqardi. Bu ana chegaralar yopilishi biz ham iqtisodiy, ham siyosiy jihatdan muayyan qiyinchiliklar tug'dirdi. Mana shu pragmatik siyosat yuqorida yana bir qayta ta'kidlaymiz, chunki bu albatta prezidentimizning tashabbuskorligi nuqtai nazaridan ochilishi. Birinchi nimada ko'rindi? Bu barcha O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi hamma chegara bo'yicha hamma masalalar ijobiy hal qilindi. U turli komissiyalar, yillar davomida ishlangan komissiyalar o'zini xulosalarini berdi va o'zaro konsensusga erishildi. Qirg'iziston va Tojikiston o'rtasida ham hattoki to'qnashuvlarga olib keladigan chegara mojarolariga aynan mana shu uchrashuv barham berdi deyishimizga asos bor. Va ana shu Xo'jand shahrida 3 ta davlat tutashgan chegaralarning nuqtasi belgilanganligi to'g'risidagi shartnomaning imzolanishi, o'sha joyda maxsus ana shu yodgorlikni, ya'ni stellani o'rnatilganligi, 3 ta davlat rahbari ana shuni ochish marosimi etganligi bu butun xalq mana shu mintaqa xalqlariga namoyish qildi. Biz o'rtamizda hech qanaqa ziddiyatlar yo'q. Bo'lmaydi ham bu. Chunki biz tarixan bir-birimiz bilan mushtarak bo'lganmiz. Shuning uchun O'zbekistonda ham juda ko'p mana shu o'zbeklar
bilan birgalikda yonma-yon, qo'ni-qo'shni bo'lib, qirg'iz millatiga mansub, tojik millatiga mansub, uyg'ur va boshqa ko'plab millatlarga mansub xalqlar tinch va tortuv yashayapti. Qirg'izistonda ham xuddi shunday, Tojikistonda ham xuddi shunday va bu uchrashuv ana shu xalqlarni o'rtasidagi do'stlikni yana bir qator mustahkamlash bilan birgalikda har bir davlatdagi, masalan, Tojikistondagi o'zbeklar Tojikistonni vatanim deb biladi. Biz O'zbekistondagi qirg'izlar ham, tojiklar ham O'zbekiston meni vatanim deb baholaydi va mana shu kunlarda ana shu ko'tarinkilikni va ana shu davlatimiz rahbarini tashabbuskorligi orqali amalga oshirilgan mana bu uchrashuvni ahamiyatini yurak-yurakdan his qilib, shuni namoyon qilishga bo'lgan intilishni ko'rdik. Har bir mana tumanlarda, ayniqsa chegara oldi hududlarimizdagi aholini bu kayfiyatida mana shu bunyodkorlikka biz ham hissamizni qo'shaylik. Biz prezidentimiz shuncha sharoit yaratib beryapti va biz unga kabarbasta bo'lishimiz kerak degan masalalar bo'ldi. Yuqorida to'g'ri ta'kidladi, chegaralar yopilib bo'lganda haqiqatda ota-onasi o'tgan vaqtda chegara shunday bo'ldiki, bitta mahalla ikkiga bo'linib qoldi. Bitta mahalla O'zbekistonda, bitta mahalla Qirg'izistonda yoki bo'lmasa Tojikistonda aloqasi ham shunaqa. U chegaraniga bog'liq bo'lgan davlat chegarasiga bog'liq bu elementlar bo'ldi hammasi. Qurildi bu. Handaq qazildi, yegoza simlar o'rnatildi, rakatli darogalar qilindi. Bu umuman o'tib bo'lmaydigan chegaralarni mahkam qilib tashlandi va men hayotimda ko'rganman shu narsani. Bitta xonadonda, chegaraning oldidagi xonadonda bo'lyapti. Ana shu tikanli simni ortida turib aza qilyapti, o'tolmaganligidan. Buni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Odamni yuragi eziladigan narsa. Mana shu narsalarga barham berildi bu. Yoki bo'lmasa faqat bittagina chegara ochiqdi. Hozir qarang, oddiy ana shu o'zimizning ID kartamiz bilan bemalol Qirg'izistongami, Tojikistongami bemalol o'tish imkoniyatlari yaratildi. Bir necha ana shu yopilib qolgan chegara postlarimiz ochildi mana va bu savdo-sotiq munosabatlarni rivojlantirish bilan, madaniy aloqalarni rivojlantirish bilan, mana qarindosh urug'chi rishtalarni bilan shu hayotdan rozi bo'lib yashash, eng muhimi davlatimiz rahbari oldinga qo'ygan inson qadrini ulug'lash bilan bog'liq bo'lgan bu siyosatning natijasi. Bu natija bu. Tarixiy jarayonlar xuddi shundayki, uni vaqt o'tgan sari yuksalib boradi. Xuddi tog'dan uzoqlashgan sari uni ulug'vorligi bilingandan keyin mana shu kunlarda bo'lib o'tgan siyosiy voqealar yillar o'tib bu yuksalib boradi. Ta'sirini o'tkazib boradi. Chunki bu fundament. Bu yildan yilga o'tishi bilan mana shu do'stona aloqalarning rivojlanishida boshlang'ich qayerda edi deganda albatta mana shu Xo'jand sammiti tilga olinishi shubhasiz. Shuning uchun bu tarixiy ahamiyati yillar o'tgan sari uni salobati, mahobati o'ylaymanki ko'rinib boradi xalqimizga. Qo'shni Qirg'iziston Respublikasi bilan bizni, ya'ni O'zbekistonni bog'lab turuvchi chegaralarimiz bor. Hududlarda bu o'sha do'stlik chegara posti. Do'stlik chegara posti haqida ma'lumotlar olganimizda kuni kecha o'sha kuniga 15 mingta kirdi chiqdi jarayoni bor. Ya'ni insonlar O'zbekistondan Qirg'izistonga yoki Qirg'izistondan O'zbekistonga o'tish harakatlari bor. Demak, bu ham o'sha aloqalar bir kunda 15 mingta aloqalar almashilayotganini bildiradi. Balki bu raqamlar keyinchalik yana ham oshar. Bu o'sha savdo sotiqda, qarindosh urug'nikiga bordi keldilik, turli munosabatlarda bo'layotgan harakatlar. Va shuningdek, qirg'iz xalqi millati vakillarini O'zbekistonda emin-erkin yashab kelayotgani bu albatta mamlakat yetakchisini kuchli siyosiy irodasi, qolaversa o'sha mamlakatda, davlatda boshqa millat vakillarini ham o'z farzandidek ona diyor qabul qilishidan dalolatda. Aynan Andijon davlat pedagogika instituti misolida oladigan bo'lsak, qirg'iz millatiga mansub bo'lgan faol opa-singillarimiz ham bor. Ulardan ushbu kuni kecha bo'lib o'tgan Xo'janddagi uchrashuv haqida munosabatlarni eshitamiz. Marhamat. Kecha kuni shu bo'lib o'tgan uchala mamlakat prezidentlarining uchrashuvi, do'stlik stellasini ochilishi va shartnomalar imzolanishi, o'zaro manfaatli hamkorliklar to'g'risidagi shartnomalari, kelishimlari butun respublikamizdagi qirg'iz aholisini juda quvontirib yubordi. Ular qatorida biz oliy ta'limda Andijon davlat pedagogika institutida ishlayotgan qirg'iz tili va adabiyoti
yo'nalishidagi barcha talabalar, professor o'qituvchilar juda quvondik va joylarda juda katta bayramlar bo'lib o'tdi. Bularning hammasi mana shu do'stlik stellasini o'rnatilishi va chegaralarining ochilishi xalqimizga juda yoqqanligini ko'rsatadi va bundan quvonib yashamoqdamiz hozirgi kunda. Biz darsliklar, ilmiy ishlar qilgan jarayonda ham o'zimiz maqsadimiz shu xalqlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni, do'stlikni mustahkamlashga qaratilgan, yo'naltirilgan mavzularda olib borganmiz ishlarimizni. Shuning uchun ham bizning haligi hayotdagi missiyamiz bir o'zini ro'yobini ko'rsatdi deb quvondik. Albatta bu keyingi paytda oliy ta'lim sohasidagi hamkorliklarimiz ham kuchaygan. Bugungi kunda hozir Qirg'izistonning O'sh davlat pedagogika instituti, O'sh davlat universiteti, Qirg'iz o'zbek xalqaro universiteti bilan hamkorliklarimiz bor. Domlaning yetakchiligida u joylarda o'zbek milliy madaniy markazlarini ochganmiz va xonalarini jihozlaganmiz. Mana hattoki Qazon universitetiga borib ham o'zbek markazlarini tashkil qilib kelingan. Bu albatta xalqlarimiz o'rtasidagi hamkorlikni rivojlantirishga, bugungi kunda ham ilmiy ham iqtisodiy tomondan rivojlantirishga hissa qo'shadi. Men mamnuniyat bilan aytamanki, bugungi kunda shu O'zbekistonda yashayotganimdan va umrimni shu joyda o'tkazganimdan juda ham quvondim. Chunki bizning o'sha o'ylagan o'ylarimiz o'zini ijobatini ko'rsatdi, maqsadlarimiz. Mana Chingiz Aytmatov ham Pravda gazetasida ishlagan vaqtlarida Samarqand muxbiri bo'lganida o'zbeklar haqida juda yaxshi iliq fikrlar aytgan. Chunki haqiqatdan mehmondo'st, samimiy hamda mehnatkash bo'lgan o'zbek xalqini qirg'iz xalqi bilan do'st bo'lishi juda ham yaxshi natijalar beradi kelajakda. Chunki bu do'stliklarimiz, hamkorliklarimiz kelajak avlodga meros bo'lib qolishi kerak. Ko'hna tarixdan olib qarasak ham ildizi bir bo'lgan xalqmiz. Shuning uchun shu hamkorlik, do'stlik aloqalarini tikkalanayotganligi va mustahkamlanib yana ham rivojlanayotgani bizni juda quvontiradi. O'zbekistonda sizlar uchun yaratilgan sharoitdan mamnunmisizlar bugun? Albatta, bugungi kunda mana Andijon davlat pedagogika institutida qirg'iz yoshlarini qirg'iz tili va adabiyoti yo'nalishida mutaxassis tayyorlab chiqayapmiz. Shuningdek, mana ustozimizning sa'y-harakati bilan boshlang'ich ta'lim yo'nalishi, maktabgacha ta'lim yo'nalishlari ochib berildi. Bulardan hamma xalqimiz ham, yoshlar ham quvonchda va yaxshi mutaxassislar yetib chiqadi. Shu vatanga, O'zbekistonga sodiq bo'lgan farzandlar yetishib chiqadi deb ishonch bildiraman. Baxtiyor aka, o'sha sizlar asosan ta'lim yo'nalishida qo'shni mamlakatlar bilan aloqalarni o'rnatgansizlar. Bilamiz, yillar davomida institut hali faoliyatini boshlaganiga unchalik ko'p bo'lmasa-da o'zini oqladi. Chunki o'sha yillar davomida o'zini reytingiga ega bo'ldi. Qolaversa, barobarida qo'shni davlatlardagi mutaxassislar, nafaqat qo'shni, balki xorijiy mamlakatlardagi mutaxassislar bilan ham aloqalaringlar mustahkamlandi. Bugungi mavzuyimizdan kelib chiqib aytadigan bo'lsak, o'sha Qirg'iziston Respublikasida tashkil etilgan madaniyat markazini ahamiyati nimada edi o'zi, maqsadi nimada edi va buni o'sha qirg'iz millati vakillari, vatandoshdek bo'lib qolgan hamkorlarimiz bu bosqichlarni, bu jarayonlarni qanday qabul qilishdi? Albatta, yana yuqorida aytgandek, davlatimiz rahbarini ana shu Qirg'iziston Respublikasiga davlat tashrifi, Qirg'iziston prezidentining O'zbekistonga tashrifi va ularda oldiga qo'ygan vazifalardan kelib chiqqan holatda ikki davlatni hukumat raislari, ya'ni bosh vazirlarimiz chegara oldi hududlari bo'yicha rivojlantirish bo'yicha yo'l xarita imzolagan. Shu yo'l xaritani 25-26 bandlarida chegara oldi viloyatlari oliy ta'lim muassasalari o'rtasidagi hamkorlikni mustahkamlash bo'yicha bizga alohida topshiriq berilgan. Xuddi shu topshiriq nuqtai nazaridan mana Mahbuba aytib o'tgandek,
Qirg'izistonda chegara oldi hududlaridagi oliy ta'lim muassasalari bilan biz shartnomalarni imzolaganmiz. Va bu albatta vazirligimiz tomonidan ana shu bizga sharoit yaratib berilgan va ular bilan hamkorlikni qildik. Birinchi nuqta nima bo'ldi? Birinchi navbatda O'zbekistonda 40 dan ortiq qirg'iz tilida ta'lim beradigan umumta'lim maktablari bor. Endi Qirg'izistonda o'zida 100 ga yaqin o'zbek maktablari bor. O'zbek tilida ta'lim beradigan, o'quv jarayoni tashkil etadigan maktablar bor. Va xuddi shu bilan aloqalarni mustahkamlash uchun birinchi navbatda ana shu O'sh davlat universitetida, Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetida o'zbek tili va madaniyati markazlari tashkil etildi. Va biz u markazlarning faoliyatini to'liq yuritish uchun ularni yangi adabiyotlar bilan O'zbekistonda chop etilgan o'zbek tilidagi darslik, o'quv qo'llanma, badiiy adabiyotlar, ilmiy adabiyotlar bilan to'ldirishga harakat qildik va u yerda madaniy ma'rifiy tadbirlarni o'tkazdik. Bu xalq diplomatiyasi deyiladi. Xalq diplomatiyasi orqali ana shu bizni o'zbek madaniyatimizni, o'zimizning siyosatimizdagi ana shu ustuvor yo'nalishlarda do'stona siyosatni targ'ib qilish masalalarini yo'lga qo'ydik. Ikkinchidan o'zimizning institutimizda ham mana shu institutlarning hamkorlik natijasida Chingiz Aytmatov nomidagi Qirg'iz tili va madaniyati markazi tashkil etdikki, endi bu yerda ana shu qirg'iz madaniyatini o'zimizda targ'ib qilish va do'stona munosabatlarini ko'rsatish talabalarimizga, bu talabalarimiz o'rtasidagi aloqalar. Ikkinchi yo'nalishimiz bo'ldi, mana birgalikda darslik va qo'llanmalarni ishlab chiqarish ishtirokimiz. Mana bizda qirg'iz tili bo'yicha, qirg'iz tili ta'limi bo'yicha adabiyotlarni, darsliklarni, ya'ni o'quv adabiyotlarini, didaktik materiallarni ishlab chiqaradigan markazga aylandikki, mana Temur Mahbuba va mana shu Mahbuba rahbarlik qilayotgan kafedra a'zolari qirg'iz tilida ta'lim beruvchi maktablar uchun darsliklar ishlab chiqarish, darsliklarni yozib, tayyorlab, ularni tasdiqlatib, o'quv standartlariga javob beradigan darajaga olib kelishdiki, hozir ana shu maktablarda, umumta'lim maktablar darsliklarda foydalanyapti. Ikkinchidan, ana shu Qirg'izistondagi o'zbek maktablari uchun, o'zbek tilida dars o'tadigan maktablar uchun birgalikda darslik qo'llanmalarni boshladik. O'zbek tilida. O'zbek tilida. Chunki Qirg'iz va O'zbek xalqaro universiteti Qirg'izistondagi o'zbek tilida dars o'tadigan maktablar uchun o'quv metodik markaz hisoblanadi. Va albatta u yerda bizdagi ilg'or tajribalarni ularga yetkazishimizni, ana shu o'zbek diasporasiga yetkazishimizda bizni hamkorligimiz muhim deb hisobladik va u jarayonlarda mana shu Samarqand shahrida bo'lgan O'zbekiston, Qirg'iziston rektorlarining ikkinchi forumida biz oldingi imzolagan shartnomamizga qo'shimcha kelishuv bo'ldiki, ana shu sohada biz hamkorlik qilamiz va teng miqdorda mana shu o'qituvchilarimizni, professor o'qituvchilarimiz ishtirokini ta'minlaymiz deb. Bu ikkinchi masala. Uchinchi masala, endi o'zaro biz yaqinmiz. Masofamiz 50 kilometr yetib yetmasdan. Va ularni bizga o'tishi, biz u joyda bo'lishimiz va o'zaro tajriba almashishimiz muhim ahamiyatga ega. Masalan, dastlab boshladik, qirg'iz tili filologiyasi yo'nalishimizdagi talabalarning mana 10 nafari Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetida malaka oshirib keldi. Ya'ni 1 oylik bu akademik mobillik bo'yicha. Professor o'qituvchilarimiz ana shu mehmon darslarni o'tish, ya'ni gostovoy leksiya deymiz. Ularni o'tib kelayotganligi va bizning tajribalarimizni ularga yetkazish, ular tajribasi. Va xuddi shunday ularga ham kelishi. Mana hozirgi kunda mana 4 ta magistr bizda ana shu akademik mobillik bo'yicha faoliyat ko'rsatyapti. 4 ta ana shu bizning talabamiz hozir Qirg'izistonda 1 oylik yana mobillik aloqalari bo'lyapti. Bu ana shu shartnomamizda belgilangan vazifalarni bajarilishi edi. Va aynan bu yerda delegatsiyalar bo'lishi, mana Chingiz Aytmatov bo'yicha katta xalqaro konferensiya tashkil etganimiz. Mana bu yil Xudo xolasa Zahiriddin Muhammad Bobur haqida birgalikda qo'shma xalqaro konferensiyaga tayyorgarlik ko'ryapmiz. Albatta mana Zahiriddin Muhammad Boburning faoliyati bu mana shu do'stlikni tarannum etadigan faoliyat bu. Chunki ana shu Sulaymon tog'ini oldida qurgan hujrasi Qirg'iz-O'zbek xalqaro universitetini shunday peshonasida ko'rinib turadi. Har kuni ko'radi ular. Har kuni o'sha kim keladigan bo'lsa, kim boradigan bo'lsa, mana Zahiriddin Muhammad Bobur qurgan qadamjo bu deb mana shu O'zbekistonda tug'ilganligi, Andijonda tug'ilganligini alohida e'tirof etishadi. O'shga bo'lgan hurmatini, o'shga qanday go'zal ta'riflar berganligi haqida fikrlarni bildiradi.
yuqorida aytganimdek, chunki tarix ham bitta mintaqamiz, bitta tariximiz va ana shu sobiq sovet tuzumi davridagidan keyin ana shu uni parchalashidan oqibatida yuzaga kelgan muayyan bir qiyinchiliklarni davlatimiz rahbari tashabbus qilib, qo'shni davlatlarni rahbarlari bilan kelishib, do'stona munosabatlar tiklaganligi bu xalqimiz yanada rivojlanishiga hissa qo'shadi va o'ylaymanki, mana Mahbuba alohida ta'kidlab o'tdi, O'zbekistondagi maktablarimiz uchun, qizg'iz maktablari uchun endi faqat biz filologiya bo'yicha tayyorlayotgandik mutaxassis. Endi boshlang'ich ta'lim bo'yicha, maktabgacha ta'lim bo'yicha o'qituvchilar o'zimizda tayyorlanyapti. Endi Qirg'izistonga borib o'qimaydi bizning talabalarimiz. Endi ular O'zbekistonda o'qishga sharoit yaratib berildi. Buni tashabbuskori davlatimiz rahbari. Chunki har bir viloyatlarda pedagogik oliy ta'limlar tashkilotlarini tashkil etilishi va pedagogik oliy ta'lim muassasalari ichki ehtiyojlarni qondirishi. Birinchi navbatda bu xalqimizga manfaatli bo'lsin. Ikkinchidan jamiyatga manfaatli bo'lishi kerak. Shuning uchun bizning asosiy vazifamiz birgalikda hamkorlikda ta'lim sifatini oshirish va hozirgi zamonaviy kadrlar tayyorlash. Va zamonaviy kadrlar nafaqat O'zbekiston, balki mana shu mintaqani manfaatlari uchun ham xizmat qiladigan darajadagi dunyoqarashi keng bo'lgan ana shu millatlararo totuvlik, hamvatanparvarlik bo'lsin, ham mintaqani manfaatlarini albatta himoya qila oladigan, uni xalqaro miqyosda ko'tara oladigan bo'lishini xohlaymiz. Shuning uchun har bir mana shu xalqaro tashkilotlarda qaysini olib qaraydigan bo'lsak, masalan, Shanxay hamkorlik tashkiloti deymizmi, Mustaqil davlatlar hamdo'stligi deymizmi, Birlashgan Millatlar Tashkiloti deymizmi, ularda hammasini e'tibor beradigan bo'lsangiz, O'zbekistonning qanaqa tashabbusi bo'ladigan bo'lsa, Qirg'iziston ham, Tojikiston ham, Qozog'iston ham, Turkmaniston ham teng ana shuni qo'llab-quvvatlaydi. Bu juda katta narsa. Mana bugungi kunda bo'lib o'tayotgan Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi sammitini Samarqand shahrida bo'lishi ham bu albatta prezidentimizning tashabbusi va sa'y harakatlarining natijasi deb bilamiz. O'zbekistonda mana shunaqangi sammitlarning o'tkazilishi, Yevropa Ittifoqidan vakillarning kelishi va umuman olganda davlatlar o'rtasidagi, millatlar o'rtasidagi ittifoqchilikni ta'minlashda, umuman olganda O'zbekistonni rivoji uchun, yangi O'zbekiston sharoiti deyapmiz, o'sha yangi O'zbekistonni yana ham ildamlashi uchun qanchalik ahamiyatli? Birinchi amaliy natijalarga olib qoladigan bo'lsak, birinchi kundan boshlab amaliy natijalar boshlandi. Bu Toshkentda Yevropa Ittifoqini investitsion bankini tashkil etilishi. Bu investitsiya kirib kelishki degani. Demak, Markaziy Osiyo bo'yicha investitsiya bankini bosh ofisini Toshkentda ochilishi bu Toshkentni moliyaviy va iqtisodiy markaz sifatida tan olishini ko'rsatadi. Bu endi Yevropa Ittifoqi bilasizlar, eng haligi 500 millionga yaqin aholisi bor Yevropa Ittifoqining. Ekonomika nuqtai nazaridan eng oldingi o'rinlarda turadigan siyosiy makon hisoblanadi va uni ana shu investitsiyalarni O'zbekistonga kirish keyin biz nimani xohlayapmiz? Ilg'or texnologiyalarni kirib kelishini va xuddi shunga yarasha kadrlar O'zbekistonda va Markaziy Osiyoda tayyorlanganligini ko'rsatadi. Keyingi yillarda ta'lim sohasida olib borilayotgan islohotlar natijasida davlatimiz rahbarining qo'rqmayotganligi sifatni oshiraylik. Tilni o'rganishga, kamida ikkita tilni bilsin, bitta hunarni o'rgansin degan vazifa qo'yganlik bu amalga oshirayotganligi ana shu til biladigan mutaxassislar yetib chiqyapti. Texnik taraqqiyotga, texnologik taraqqiyotga, texnologik tafakkurga e'tibor berish natijasida ana shu texnik universitetlarni, oliy o'qituvchilarni tashkil etish natijasida bizdagi zamonaviy kadrlar yetib chiqayotganligini ular his qilyapti. Mana shu siyosatni ko'rib turgandan ko'rasan. Shuning uchun mana shu Markaziy Osiyo mintaqasiga bo'layotgan e'tibor bu bizning O'zbekistonga ham bo'layotgan e'tibor bo'ladi. Investitsiyaning kirib kelishi bo'ladi. Investitsiyaning kirib kelishi bu albatta bizning xalqimizning farovonligiga xizmat ko'rsatish uchun qilayotgan sa'y-harakatlari va albatta bu jarayonda bizning institutimiz ham xuddi ana shu kadrlar tayyorlash masalasida aynan ana shu ta'lim sifatini oshirish vazifasida jamiyatimizni birinchi navbatda bizning viloyatimizni nuqtai nazardan mavjud muammolarni hal qilish. Ikkinchidan mana shu mintaqaviy masalalarga ham o'zimizni hissamizni qo'shishimiz kerak. Shulardan bittasi biz mana shu madaniy markazlarda rivojlanish orqali ana shu millatlararo totuvlikni nima qilish, vatanparvarlikni yanada mustahkamlash, yoshlarimiz o'rtasidagi
Chunki mana globallashuv jarayonidagi turli yot g'oyalarni kirib kelishini oldini olish bu bizni oldimizda turgan eng muhim vazifa deb bilamiz. Shu uchrashuv bizga zamin hozirlayapti. Bizga ruhlantiryapti. Sharoit yaratib beryapti. Albatta bu juda katta imkoniyatlarni yaratib berayotganligini alohida ta'kidlab o'tishni lozim deb bilaman. Millatlararo birlashuv albatta kelajak uchun tashlanayotgan yana bir qadam bo'ladi. Bugun o'sha yuqorida Baxtiyor aka ta'kidlaganidek, fundament qanchalik mustahkam bo'lsa, kelajakdagi o'sha qurilayotgan bino yanada mustahkam va ildizi tomiri qat'iy barcha talablarga javob beradigan darajada bo'ladi-da. Sizlar bevosita yoshlar bilan ishlaysiz. Bugungi o'sha yaratilayotgan muhit, ya'ni barqarorlikni ta'minlash, tinchlik, madaniy sohalarda, madaniy ma'rifiy sohalarda, sport, ta'lim, umuman olganda barcha sohalarni e'tiborga olib yo'lga qo'yilayotgan, yana ham mustahkamlanayotgan mana shu uch tomonlama aloqalar yoshlar mafkurasida, yoshlar ongiga qanchalik ta'sir o'tkazyapti? O'sha yoshlar bilan ishlayotgan vakillar sifatida bu haqda qanday fikrlar bildira olasiz? Juda to'g'ri aytdingiz. Tarixdan ma'lumki, dunyo sivilizatsiyasiga ikkinchi renessans iborasini ko'p ishlatamiz. Sharq mutafakkirlarini qo'shgan hissasi beqiyos. Har bir maktabdagi turli millat vakillari o'qiyotgan paytda biz ular bilan doimo faxr, iftixor bilan gapiramiz, g'ururlanamiz. Mana shunday bizni ajdodlarimiz bor, bobolarimiz bor. Beruniy, Ibn Sino, Farobiy, Alisher Navoiy kabi deb ular bilan gapiramiz, aytamiz. Hozirgi mashg'ulotlarda ham aytamizki, mana mamlakatimizda hammangiz xabaringiz bor. Birinchi va ikkinchi renessans dunyoda bo'lgan bo'lsa, bizning mamlakatimizda yana bir quvonarli narsa, uchinchi renessansni poydevori bu sharqda, xususan aytaylik O'zbekistonda poydevori yaratilyapti. Uning huquqiy asoslari yaratib berildi va uning amaliy ishlari ham boshlandi. Mana buni amaliy ishlarda isbotlaydigan bo'lsak, mana prezident maktablarining paydo bo'lishi, ijod maktablari, ixtisoslashgan maktablar, bu raqamlarga aytmayapman. Bularning barchasi mana shu endi buyuk ajdodlarimizdan faxrlanish bilan birga endi o'shalarga munosib kadrlarni yetishtirish masalasi turibdi. Ana shu masala ta'lim tizimiga yuklatilgan, xususan pedagogika institutlariga. Zero hamma kasb egalari, shifokormi, quruvchimi, barchasi maktab orqali o'tadi. Maktabdan o'tadi. Biz esa ana shu maktablarda farzandlarimizga, o'g'il qizlarimizga tarbiya beradigan, ta'lim beradigan zamonaviy kadrlarni tayyorlash vazifasini o'taymiz. Shunday ekan, har bir mashg'ulotimizda ham ana shu g'ururlanish bilan birga endi kelajakka sizlar kelajakning egasi. Har qanday yurt, mamlakat o'zini kelajagini o'ylaydigan bo'lsa, ularning yoshlarning ta'limi, tarbiyasiga e'tibor berish kerak. Shu nuqtai nazardan biz ustozlar, professor o'qituvchilar instituti harakat qilyapmiz. Sizlardan ham shunga bo'lgan munosabatni kutamiz degan fikrlarni aytamiz, nasihatlar qilamiz. O'ylaymanki, bizning talabalarimiz juda zukko, ular hammasi juda yaxshi o'qishyapti, faol. Ana shuni misolida turli xil mana madaniy, ma'rifiy festivallar, sport musobaqalari, qo'shni mamlakatlar bilan do'stlik munosabatda. Mana shu Qirg'iziston bilan, Tojikiston bilan, O'zbekiston bilan, kerak bo'lsa mana Qozog'iston, hozir endi Markaziy Osiyo va Qozog'iston haqida gapiryapmiz. Boshqa davlatlar bilan hamkorligimiz kuchayapti. Buni yorqin misolini shu kunlarda bo'layotgan siyosiy voqealar, tarixiy voqealardan guvohi bo'lamiz. Mana bilasiz, haligi xalqimizda naql bor. Qo'shning tinch, sen tinch deydi. Yoki biror joyda janjal qilsa, u yerdan baraka qochadi deydi. Qarang, mana hozir qo'shnilarimiz tinch bo'lsa, Qirg'iziston, Tojikiston, Afg'oniston, umuman qo'shnilarimiz tinch bo'lsa, O'zbekistonda ham tinchlik bo'ladi. Bu bir-birimizga hozir ta'sir kuchli. Mana shu ta'sirda ijobiy bo'lishiga harakat qilishimiz kerak. Bu borada biz harakat qilyapmiz ta'lim tarbiya berishga. O'ylaymanki, yangi O'zbekistonda ishoning, mana yosh katta faxriy ustoz deb aytadi. Mana shu Andijonda bo'layotgan tadbirlar shuni isbotini ko'rsatyapti. Ishonch paydo bo'lyapti. Umid yana ham farovon bo'lyaptiki, ishonamiz. Mana shunday rahbarlarimiz bir-bilan ittifoq bo'lib, mana shunday yaxshi qadamlarni bosyapti-ekan, xalqimiz farovon bo'ladi. Yangi O'zbekiston, qo'shnilarimiz ham hammasi farovon, emin erkin ittifoq yashaydi deb o'ylayman. Bizde bo'lgan, Xadjentda bo'lgan 3 mamlakatning jolg'ushuvsi, prezidentlerin jolg'ushuvsi, anan
достук стелласын орнотулушу аябай символикалык бир чоң окуя болду. Бул деген 3 өлкөнүн, Орто Азиядагы чоң өлкөлөрдүн үчөөсүнүн биригүүсү десек болот. Бул аябай эволюциялык жол менен келүүчү процесс болуп саналат. Буюрса ушуга жеттик, мындан ары баягы устаттарыбыз айткандай, ырыс алды ынтымак дегендей, ынтымактуу бир келечекке баратабыз. Муну биз жаштарыбыздан көрсөк болот да. Жаштарыбыз буюрса бир эле Өзбекстанда эмес, кошуна мамлекеттерге барып, мобилдүүлүк, академ мобилдүүлүктө окуп келип атышат. Бул жерде аябай көп нерсени үйрөнүп атышат да. Баягы сөз бар эмеспи? Адам бир рамкада эмес, рамкадан чыгып дагы көз караштарын кеңейтсе, анан замандын талабына жараша адам болот деген сөз бар да. Ошонун сыңарындай биздин жаштарыбыз да ошол замандын талабына жараша болгон жаштар болуп чоңоюп келатышат. Биз жакында Арабаева, Кыргызстандагы мамлекеттик университет Арабаевага барып келдик. Ал жерде 4 студентибиз азыр окуп жатышат. 1 айлык мобилдүүлүккө кетишкен. Алар бизди аябай жакшы тосуп алышты. Анан ал байланыштын уландысы жакында бизде жаштар форуму өтөт, ошол эле университетте. Бул жөнөлгөлөр дагы ушул мамлекетибиздеги байланыштардын күчөшү, башка өлкөлөр менен мамлекеттер менен болгон байланыштын күчөшү болуп саналат. Бизге ушундай шарттарды жаратып бергендиги үчүн биз мамлекет башчыларына, жетекчилерге аябай ыраазычылык билдиребиз. Mamlakat yetakchisining kuchli siyosiy irodasi tufayli Markaziy Osiyo mamlakatlari o'rtasida birlik, hamdo'stlik yuksaldi. Bu esa qoni-qoniga, joni-joniga singib ketgan millatlar uchun, millatlarning xalqlari uchun manfaatli bo'ldi. Va mana shunday manfaatli aloqalar bardavom bo'lishiga tilakdoshimiz. Sizlarga ham bugungi ana shu tahlillarga asoslangan suhbatingiz uchun rahmat deb qolamiz. Bu dolzarb mavzu ko'rsatuvi edi. Efir soatlarimiz davom etadi. Hozircha xayr, salomat bo'ling.